Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, bo'ldi. Shuni bizning kasallik tez o'tsa ketsa. Aytganingiz kelsa. Qandli diabet qachon bo'lgansiz? 2 yilcha bo'ldi. 2 yil bo'lgan. Nimadan keyin bo'ldi? Genda bordi. Ha, naslisi, ota-onangizda, yo'q, otamda bo'lgan, otam onalarida bo'lgan. Mana shunaqa qilib bizga ham o'tganda. Genda bo'lgan. Birinchi qandli diabetingizni nimadan keyin bilib qolgansiz? Ozib ketganman. Ozib ketgansiz. Sog'lig'ingizda qanaqa muammolar bo'lgan? Yo'q, sog'lig'ida faqat shu ozib ketish bo'ldi, asabiylashish, keyin yana asosan ozishdi, keyin oyoqlarim muzlaydi. Muzlash bo'lardi-da. Oyoq muzlaydi. Qayerga murojaat qildingiz? Hech qayerga murojaat qilmadim. Biz qon topshirdim, doktorga bordim, bansiga bordim, doktorga bordim, bo'lsa o'sha saxir baland 30 ga chiqib ketgan. 30 da yururdingiz. Ha, 27 dan 30 gacha och qoringa. Dori etishdi, diyet qilishdi, diyet qildim, boshqa qildim. Qayerda ko'rdingiz buni? Internetdan ko'rdim. O'zingiz ko'rdingiz, ha? O'zim ko'rib, keyin men o'zi ishonmagandim, to'g'risi gapirib bemalol. Bunga men o'zi ishonmagandim. Boshida to'g'risi, keyin reklama deb tanish odam chiqib qoldi. Hani o'zimizda bo'ladi-yu. Ha. Shunaqada xudsilarniki degandek. Shunaqa. Keyin odam nomerini qidib topib telefonlashdim. So'rasam, haqiqatdan men ko'p gapirmayman, olib ichib ko'rgin dedi. Keyin oldim, ichdim va iste'mol qilayotganimga где-то bir 20-25 kuncha bo'ldi. Hozir 20-25 kunda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Qonimni to'g'risini aytaman, tekshirtirmadim, chunki o'zimda o'zgarish juda katta edi. O'zimda tetiklashganman, lanchmasman. Yana muzlash kam bo'lgan. Uyqularingizchi? Uyqularim yaxshi. Dieta qilasizmi? Yo'q, hech qanaqa dieta qilmayman. Nima bo'lsa yeb, ichib ketaveraman, atak hech qanaqa dieta qilmayman. Ko'p narsada o'zgarish bo'ldi-da, ishtaha, lekin tilimning rangi ham qanaqadir jigar ishlamagandan bo'ladi-yu, rangi g'alati bo'lib. Vrachga borganda jigar yaxshi ishlamayapti. Mana shuni ichdim, tilimning rangi ham o'ziga keldi-da. Значит, mana shu narsa ham saxir ta'sir qilar ekan jigarga. Hozir dorilaringizni ichasizmi, ichmaysizmi? Ha, o'zi yaqinda oldim-ku. Yaqinda oldim. Endi hali o'lchashga uspet qilmadim. Qonim ham quyuq edi. Ana apparat tekshirib ko'ramiz, tekshirib ko'rdim, qon fontan bo'lib otilib chiqib keldi-da. Qora choy ta'mi, boshida men o'zi ovqat yegandan ta'm bilmay turdim. Mana shuni yegandan keyin, ichgandan keyin o'zi ta'm bilishga boshladi. Gandori to'g'risi butunlikcha yeb tashladim, qarsillatib, achchig'i bilmasin. Hozir buncha tishlasam o'sha achchiq. Seziladi. Ha, o'sha seziladi. Shunaqa ishonchsizlik qilayotgan tengdoshlarga masalan nima deya olasiz o'zingiz? Men ishonmagandim. Bu endi reklama uchun emas, просто aytayotganim olib ichib ko'rsin bo'ldi. Olib ichib ko'rsin. Masalan, men hozir sizlarga o'zim uchun tushib bera olman. Meni ham tanishlarim juda ko'p. Erta palivon menga telefon qiladi. Shunaqa? Mana shunaqa chiqibsan deb. So'raydi o'zini fikrini, nima deysan va o'shada bemalol qo'rqmasa, agar yolg'onligi bo'lganda men hozir sizlarga bu yerda so'ngga tushib bermasdim. To'g'ri. Sizga foydasi bo'lganidan xursandmiz. Avvalo Xudo. Sababchisi bo'lib qolsak xursandmiz. Yo'qsiz ketamiz. Rahmat kattakon. Arzimasi ham olib qo'yasiz, ichda davom etasiz, xudo xolasa.